Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz Mehr Ko'zda kanalining hurmatli obunachilari, biz bugun mana ajoyib bir maskanda 114 Qur'on surasi 114 yetimlar uyi obyektidamiz. Azizlarim, ulug'larimiz mana shu yerda, Xudo xolasa hozir ulug'larimizga murojaat qilamiz. Abduhalim buva mana meni passobligim hisoblanadi. 4 mingta g'ish ursak, 4 mingta g'ishni menga uzatib beradi. 75 yoshdalar. Azizlar, mana Qora akam. Qora aka, Mehr Ko'zda kanalidasiz. Maşallah. Bir o'zingizni samimiy tilaklaringizni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Assalamu alaikum ve rahmatullah. Aziz Mehr Ko'zda kanalına obunachilari, bu kanalda to'g'risi endi eshityapmiz bu. Ha, birinchi soni ketyapti hozir. Birinchi soni ketyapti. O'zlariniki?mi? Ana Rustamjon bolam bloger bo'ldilar. Juda xursand bo'ldik. Omad tilaymiz, endi xayrli ishni boshlabdilar. Omadlarini bersin, tanajonlari salomat bo'lsin. Mana ulug' joylarda, ulug' maskanlarda turibmiz. Alloh taolo shu joylarga yetkazganiga shukr deymiz. Mana ulug'larimiz Hablajon buvam, Abduhalim buvam, Sobirjon buvam hammalari mana shu joyda xizmatdalar. Rustamjon buvam boshchiligida. Ustalarimiz hozir tepada. Aslida harakat qilishyapti. Yana Xudo xolasa biz bu yerda turganimiz, hasharchilar yana keladigan, masjid xodimlari ham kelishib, ehsonlarni qilishib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Azda Xudo xolasa tomni yopilish jarayonidamiz. Maşallah. Kesinlar. Qizildi. Hozir bo'ladi-ku. Baxtiyorjon bobo, mana Samandaragi. Salovat keldingizmi? Salovat. Assalomu alaykum. Salom. Baxtiyorjon og'am, Baxtiyorjon og'am. Salomatmisiz? Baxtiyorjon bobo, bormisiz? Endi yaxshimi? Ular tinchmi? Ajoyib odamlar bu Baxtiyor bobo. Rahmat, ular tinchmi? Alloh boshlagan ishlarimizda o'zing yor bo'lgin, o'zing madadkor bo'lgin. Shu ulug' seni rozi qilishlik maqsadida qancha musofir yurtida yurgan, mana shu yurtlarda yashab turgan qancha aka-uka, opa-singillarimiz ehson qilyaptilar. Maqsadlari seni rozi qilish. Hammalarni Parvardigor otajonlarni salomat qilgin, o'zing rozi bo'lgin. O'tganlarni Alloh rahmat qilgan, holi hayotlarga uzoq umrlar, darslarga Alloh baraka ato qilgin. Allohu akbar. Qora aka, mana shu Baxtiyorjon akamni yana bir marta tanishtirgizib o'taman aziz obunachilarimizga. Mana shu insonda yana Sahobiddin degan bir usta ukamiz bor. Ajoyib insonlar. Mana shularda va mahalla komitetlarini boshliqlari, qishloq Samandara qishlog'ini imomlari, ana shularda sa'y harakatlari bilan mana 5 kunmikan agar o'sha adashmay turgan bo'lsam, mana shu qishloqda ahli kelishib mana shu yerda hasharda ishtirok etishdi. Katta mablag'lar bilan, hozir agar eslab turgan bo'lsam 15 milliondan ko'proq mablag'lar bilan kelindi. 20 tonna sementlari bilan, puldan tashqari. Va bizni juda ham xursand qilgan narsa, hozir men ko'rsatishga harakat qilaman obunachilarimga. Sababi birinchi marta Mehr Ko'zda kanalini obunachilari bu narsani ko'rishyapti. Ya Allohim. Mana shu sizlar ko'rib turgan mana shu eshiklarda 60 donasini, mana shu eshiklarda 60 donasini azizlar. Mana shu qishloqning ahli eshiksoz ustakalarimiz mana shunday qilishib bizga yetkazgizishib berdi. Qaranglar, mana shunday bir juda ham oliy qimmatlilik bilan qilingan ishlar shunaqangi bizni xursand qildi. Bu eshiklarda qo'yishib o'rnatkizishib ketishgan. Hop, suhbatimizni yana davom etkazamiz. Hop azizlar, mana shu bitta xonadonga ajratilgan 2 xonalik
kvartira deb ataladi. Mana shu bu mehmonxonasi hisoblanadi. Mana bu eshikni bo'ydalik azizlarimiz mana yigitlarimiz hozir 100 dan oshig'ini olib kelgizishib bu yerga o'rnatkizishib berishib ketdi. Yana o'rnatilmaganlari ham bor va yana bron qilishib o'zimiz qilib beramiz deyishganlari bor. Xudo xolasa mana shu eshiklarimiz ham hammasi. Bu ikkinchisi oshxona hisoblanadi. Mana shunday katta zal bo'ladi. Hop. Uchinchisi mana bu yerda mana dushovoy deyiladi bu. Mana bursa yotoqxonasi. Bitta xonadonga mana shunday bemalol yashash uchun sharoitlari yetadigan darajadagi xonalardan iborat 3 ta xona dushovoy va mana bu koridorlari bilan bo'lyapti azizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli bo'ladi. Hozir mana bu xonalarda adelkalari ham qilib bo'lingan. Mana shu birinchi xonani hatto issiqlik mana nimalari bilan batareyalarigacha o'rnashtirilgan. Xudo xolasa qolganlari ham mana shunday qilib davom etkizib ketilyapti. Hozir hamma ish tomda 5-etajda tomini bekitish bilan shug'ullanilyapti. Katta ehsonlar mana shuni hisobiga kelib tushyapti hozir. Katta Kosmobottami? Keling. Ketyaplarmi jonim? Kam bo'lmasinlar, yaxshimi? Assalomu alaykum. Sog'laringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Yana hoji aka hoji kelin. U Shakaja hoji aka yashasın. Alloh razı olsun. Kam bo'lmasinlar. Keling. Yashasınlar. Yaxshimisiz? Salomat, yaxshi salom. Hamma tanib qolganda bu. Bular Hamma taniydi. Xudo xolasa Necha bor qanaqa? Biladimi? Azizlar mana ustalar oqimi to'xtamay kelyapti. Xudo xolasa yuqorida hammalari xizmat bilan band bo'lish uchun ozgina bo'lsa ham hissalarni qo'shish umidida kelyapti. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Mana hozir guvohliklaringda 100 metr nimaga reykaga hissa qo'shib qo'ydi. Mana ehson tashab ketdilar akamiz. Alloh ehsonlarni qabul qilsin. Mana hozir o'zida nimaga beramiz? Reyka kam deb turadi. Qanday qo'shilib qolsa, 1 metr qo'shilib qolsa ham bizning foydamizda. Tezroq bitadi, Xudo xolasa. Keyin eng nimasi ta'sirlanganimiz poytaxtimiz bor, poytaxtimiz. Doimiy u kishi o'zi doim keladigan Umarjon akamiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Bu bilmadim qanday ajoyib inson. Endi insonni maqtash Allohga xos o'zi aslida, lekin biz payg'ambarimiz alayhisalomda muborak hadislarga muvofiqan bir bilganimiz fazilatini aytib qo'ymoqchimiz. U kishini tabarruk yoshdagi onalari bor. Ham onalarning xizmatlarini qiladi. Bo'sh bo'lsa u kishi o'sha yaqin atroflarda, masjidlarda doim xizmat qilishadi. Yana shundan ortiq Xudo bir umrga shunaqa bir baraka berib qo'ygan ekan. O'zimiz bilgani 3 marta 4 martadan kelganda ham pul kelishmaydi, ehsonlari bilan oziq-ovqatlarini yana pul ehson qilib ketadigan, xizmat qilib ketadigan odatlar bor. Eng kam 10 kun turib, yaqinda ham ana shunaqa kelishdida, xizmat qilishdida biz ko'rishalmay qoldi, nasib qilmay qoldi. Bu yerda ekan, siz aytib ham qo'ymabsiz. Men aytib nima qilmabman. O'sha kishi 40 ta strapela olib ketdilar. 40 ta strapela. Bu poytaxtdan kelib ham xizmat qilib, ham ehson qilib, ham 40 ta strapelaga hissa qo'shilib, Alloh bizga ham mana shunday himmatlarni bersin, mana shunday muhabbatni bersin. Shu yerda turib qanchalarimiz mosuvo bo'lib qolyapmiz-da bu xizmatda. O'shancha joydan ham xayrli ishlarni tashab, mana bu joylarda ham hissalari qo'shilib ketdi-da. Alloh rozi bo'lsin, umrlarga Alloh baraka bersin. Mana shunday ajoyib obunachilarimiz bilan albatta faxrlanamiz. Ichimizda shunday insonlar bor. Men yana hayron qolganim endi aytaveraman. Anchadan beri aytganim yo'q edi. Obunachilarni boshqa kanal obunachilarini taqqoslaganda bir hayo masalalarida, uyalish masalalarida, hatto videoga tushmasdan shu yerda xizmat qilib, videoga ilojini boricha tushmaydi. Yana bo'lib ham o'zlarini ham nomlarini zikr qilmaydilar.
ehson bersalar ham hech kim bilmasin degan nimada ketishadi. Hayron qoladigan. Alloh ajrlarini ziyoda qilsin. Bunday insonlarni Alloh fayzini yanada ziyoda qilsin. Gunohkor insonlar, bizga o'xshagan gunohkor insonlarni ham Alloh taolo mana shunday hidoyat topib, ularga ergashishligimizni, xuddi shu yo'nalishda ketishligimizni Allohdan so'raymiz. Hali juda ko'pchilik ranjiydi, mana shu video chiqmay qolsa bo'ldi. Xavotir olishni boshlaydi obunachilarimiz. Nimaga video chiqmayapti? Tinchlikmi, odam yo'qmi, yo mablag' masalasida qiyinchilikmi deb opalarimiz ham, musofir yurtida yurganlar ham, qancha obunachilar ham juda ko'pchilik mahzun bo'lishadi. Mana shu joyda ish yurib tursa, odam ko'p bo'lsa, o'zlarining uylaridan ko'ra ko'proq xursand bo'lishyapti-da. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Azizlar, yaqin qoldi. Eng qiyinlari o'tib ketdi. Xudo xolasa tomini mana yopishga ham Xudo xolasa Alloh quvvat bersa yopiladi. Qolgan ishlar hech narsa emas azizlar. Alloh biz bilan birga. Shuning uchun duo qilib turinglar. Alloh safimizni yanada ziyoda qilsin. Mana shu joylarga opalarimiz o'zlarini farzandlarini yetaklab kelib, uylarida o'tirib duo qilganda hammasi Xudo xolasa chiqib ketadi. Qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni faqatla ummatim deb nomlarimiz qiyomat kunida shuncha insonlarning ichida zikr qilinganda Xudo xolasa hamma narsaga rozi bo'lib ketamiz azizlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Saflarimizni Alloh yanada ziyoda qilsin. Amin. Amin. Rahmat. Mana kecha Jumoda alayhi bo'lgandan keyin Xudo xolasa mayli o'yin qishlar bilan kelishyapti. Samandarakdan Xudo xolasa mana kelishyapti ustalar. Birin-ketin kelishyapti hammalari. Bugun shanba, ertaga bozor inshaalloh. Bu Muhammad Valli o'g'limi bor? Hurmatli azizlar, tumanimiz ahli usta ukalar, hoji ota, hoji onalar, o'g'illarim, nevaralar, ustalar bo'lsa, jo'natsalaring, Xudo bir kun qarasa inshaalloh. Shu mana ob-havolar ham Xudo xolasa mana yaxshi boshlab qoldi. Ishlar chiroyli qilib tomtib olsak, unisiga Alloh nur bo'ladi inshaalloh. Tanjonlar sog' bo'lsin. Hammalarga ming rahmat. Doim mana shu yerda bizni qo'llab-quvvatlab turdilaring, umrlaring uzoq bo'lsin. Bundan bag'ri ham Xudo xolasa chiroyli qilib bitkizib. Amin. Nima? Sizga bitta savol bermoqchiman. Yig'lamang. Yo'qollarni sog'-salomat. Zo'r bo'ladi. Adhamjon ochildi degan yigit tanishmi? Adhamjon ochildi. Esladimi? Sho'rchidan. Haligi to'g'ri 5 yilda Alashga tushib, keyin nimaga ketishgani? Ajoyib insonlar, Tojikistonda insonlar. Mana shunday ichimizda aytyapmiz-ku, bir ajoyib insonlar bor. Alloh taolo bizga o'xshagan insonlarga rahim qilyapti-da. Gunohlarimizni Alloh kechir. Mana shunday biz bilmagan Allohning do'stlari bor-da. Mana shu obunachilarning ichida bizga ham ba'zi bir xislatlari bilinadi, lekin o'ta duogo'y, Qur'onda xatm qiladigan onaxonlarimiz, hoji onalarimiz bor. Doimiy ehson qilmasa turolmaydiganlar bor. Inshaalloh. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Sizlar bor, inshaalloh. Ilohim, o'ylaymizki, mana shu joyda safda birga bo'ldik. Qiyomatda Rasulullohning atroflarida jamlanib biz yaxshi ko'rgan kitoblarda o'qigan buyuk sahobalar bilan birga, Inshaalloh. Allohning do'stlari bilan birga jannatda ham birga bo'lib shu mavzuni jannatda ham ko'tarishlikni Alloh nasib qilsin. Amin. Amin. Ana shunga tilakdoshmiz aziz. Amin. Amin. Oliy himmat xalqimiz bor, iymonlik hammalari Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Uni to'xtatmasdan ihsonlarni qilishib turibdi. Hojiga mana shu 5 qavat binoni bitkizgunga 10 milliarddan ko'proq ihsonlar kelib tushgan. Assalomu alaykum, kelinglar. Mana ustalarimiz kelishda davom etkazyapti, azizlar. Duo qilib turinglar hammalariga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar?
Eng katta usta o'zi. Eng zo'r pulonni o'zi. Qirg'izistonlarda, Qozog'istonlarda davrda ishlab. Ha, xudo xolasa zo'r bo'lar ekanda. Buni yilkiga olib biz betdan chiqmaydi ekan. Yo'q, chiqmaydi. Taqib olinyapti. Ha, totib olamiz. Ani qoqib borib, keyin totib olamiz Muhammad Ali rekalarda. Yo'q, hozir biz yerga qo'yib bular chiqib ketdik deb qolibmiz-da. Uni nima totamiz? Tepada rekalar bordi. Bu nima yana kran biz nima qilamiz? Yo'q, qo'lma-qo'l qilamiz dedi. Parvardigor, mana shuncha ustalarimiz kelib, chaqiriqqa, o'zingni ulug' baytingdagi chaqiriqqa labbay deb javob berib, shu yetim bolalar uchun ana o'zlarining ishlarini tashab, dunyoviy ishlardan forig' bo'lib, mana shu joyda jamlanib turibdilar. Alloh o'zing ehsonlarni qabul ayla, ajrlarni ko'paytirib ber. Amin. O'tganlarni rahmat qil, boshlagan ishlar beshikast bo'lib, sog' salomat bo'lib, xursandchilik bilan yakunlanishligini Alloh nasib etsin. Allohu akbar. Rahmat ustaga. Rezbo, rahmat sizga. Yo'q, choyni ichdik. Tepaga Tepaga chiqib olyapman choyni. Ha? Ana Mana bir akamiz mana shu bir bog'lam shifer rekalarini olib kelishib, ehson qilishib, tashlashib ketdi. Mana bu yerda 40 volida qishlog'lik bir ukamiz 1500 metr mana shunday rekalarda olib kelgizib, ehson qilib tashlashib ketdi. Alloh ehson qilganlardan hammalaridan rozi bo'lsin ilohim. Ko'ngillardan nima ezgu niyatlari bilan ehson qilatirgan bo'lsa, eng afzallariga yetkazsin. Ustalarimiz kelishda davom etyapti. Hozir jarayonlarni kuzatish uchun yuqoriga ko'tarilamiz. Har bir etajlarimizda har bir to'rttadan xona bo'lsa, mana shunday gipsokartonlar bilan shuvoq ishlari ham amalga oshirilgan azizlar. Birinchi etajimiz mana tayyor holatga keldi. Mana bunday akfa oynaklari ham o'rnashtirilgan. Qurilish davom etyapti. Azizlar, mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Har bir etajda 3 tadan 2 xonalik, bitta 3 xonalik kvartira mavjud. Mana bu oshxonasi hisoblanadi. 3 xonalik kvartiramizda oshxonasi. Mana bu mehmonxonasi. Azizlar, mana shunday qilib tayyorlangan, romlar o'rnashtirilgan, shuvoqlar gipsokarton bilan yana ham quruq bo'lish uchun mana shunday qilib gipsokartonlar bilan shuvoqlari bajarilgan ishlari. Azizlar, mana shu 114 yetimlar uyini 5-qavatidamiz. Oxirgi etajda tomini bekitish bilan shug'ullanishyapti. Alloh bularda ustalarimizdan rozi bo'lsin. Oxirgi strapilarlarda mana ustalarimiz joylashtiryapti. Undan keyin rekalarni qoqish boshlanadi. Rezvo, bir mutga Mehr Ko'zda kanalidasiz. Obunachilarga tilaklaringiz. Nima deymiz? Hamma tomoshabinlarimiz mana ko'rib turibdi o'zlarida, mana shu yerda ketayotgan qurilishlarda kim kunida bo'lsa kelib mana qatnashaveradi, kunida borini olib kelib beraveradi. Mana shu 114 yetim bolalar uyi uchun bitishiga harakat qilmoqdamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Muhammad Vali janoblari qani? Azizlar, mana ustalarimiz birin-ketin kelishyapti hammalari.
akam. Yaxshimisiz? Yetadi, onu kutlaymiz o'zi. Xizmatlardan Alloh rozi bo'lsin, avvalo. Ha, rahmat. Assalomu alaykum, sog'laringiz. Omonmisiz, o'g'il qizlar, nabiralar hammasi. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Anchadan buyon ko'rishganimiz yo'q edi. Azizlar, mana ustalarimiz birin-ketin asboblari bilan kelishyapti. Xudo xolasa ishlarimiz juda ham tez rivojlanadi.